1 yillik ko'chatlarimiz bu hayvand qilishga kelib qopti. Bu mana bu olib qo'yganlarimiz kuzgi qora novdalar. Bularni biz ko'k novdaga payvand qilyapmiz. Bugun 12-aprel sanasida. Mana qora novdani ko'k novdaga payvand qilish. Bu natijasi zo'r bo'ladi. Shu yil bu mana bu kurtak, hosil kurtak bo'lganligi uchun mevasi bilan chiqadi. Bu tajribada kuzatilgan. Iloji boricha tagroqdan payvand qilamiz mana. Nima uchun? Tagroq qattiqroq. Endi hozir hayvonchilar ham ko'payib ketibdi. Mutaxassislar ham ko'p. Avatar uzumini bargini bunday chaynab ko'rib bilar ekanmiz. Yana bargni qurigan bargini avatardi. Qo'lgimda ishqalasa qizil rang chiqsa avatar bo'lar ekanmiz. Garanglar. Bunaqa mutaxassislar qayerdan paydo bo'lyapti? Bilmadim. Hozirda siz nima qilyapsiz bu yerda? Men payvand qilyapman. Men buni mana qilib o'rab qo'yiladi. Bu payvand bunaqasini salafanni qachon yechamiz degan savollar ham bo'ladi. Buni yechmasa ham o'zi chirib ketadi. Mana. Mana shu ko'zni ochib qo'ysa bo'ldi.